Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, bizlarni kuzatuvchi obunachilarimiz. Xo'p, bu oyda Qo'qondagi bu oyda yangi Qo'rg'on shaharchasi derkan, unda qolsa obyektimizni boshlab tugatib, Navestergacha tugatib oldik. Oxirgi so'klarni berish jarayonidamiz. Hali diniylarimiz ham bitib, o'sha Qashqadaryodan sabzilarimiz ham yetib keldi. Sabzilarimiz uzr. Biz Namangan shahrida Sag'rida o'rganib qo'ygan sabzilarimiz yetib keldi, xudo xolasa. Sariq sabzi eksportga moslangan sabzini olib kelishdi. Qanaqa gradus tushirish kerak, qanaqa jarayonda tushiriladi, necha kunda tushiriladi, hammasini tushuntirib boryapmiz. Hop, kameralarimizga keladigan bo'lsak, har bittasi bunisi 14, ini 6,5, balaligi 4,5 bo'lgan. Birinchi kamera, ikkinchi, uchinchi kamera. Hop, qopdagi mahsulotlarimiz 50 kg, 55 kg qoplab bo'ladigan bo'lsa, 120 tonna bemalol yuksig'ida. Qopda agar yeshig'ida, banan korobkada bo'ladigan bo'lsa, 90 tonna, yeshig'larda bo'lsa 70 tonna, 80 tonna mahsulot sig'adi. Bu videolar sizlarga rozi bo'ling, ha, aka. Hop. Birinchi xolodilnigimizni kameramiz knopkalarini bu yerga qo'ydik, ha, bu tanibdimi? Bu birinchi kameramiz, shitlarni orqada bo'ldi. Oldiga tortib kelmaydi, chunki juda ham uzunida, tok kabel ko'p rasxod bo'ladi. Sabzilarimiz bo'yicha bolalar tushirib bo'lishibdi. Bu hormon, zagotovchi ukalarimizdan yuklarni chiroyli qilib eksport bo'lib qilib ular berishyapti. Kulchatori ham yo'rg'onni o'tib yetdik. Klient orqaga o'tishmaydi-yu. Kulchatorlarni qo'yib berdik. Hop, sabzini berish jarayonini qarang. Mutaxassis bolalar ekan. Cho'tki qilib eksport bo'lib aka, mashina qilib hamma joyga Toshkent, Vodiy, Vohajagacha borib, shuna qilib yuklab beramiz deyishdi. Xolodilnigimiz zunasi 14, balandligi toza 4,5, ini 6,5 bo'lgan. Hop, kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, motor, eshik, senish, qurish, sotish, yasash xizmati, meva-cheva haqida ma'lumotlar, qanaqa saqlanadi, qanaqa turish kerak, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha xizmat qilib, tushuntirib, doim birga bo'lishga harakat qilamiz. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, doim aloqadamiz. Uchinchi kamera. Xudo xolasa o'sha bu oyda ham Qo'rg'on shaharchasi ekan. Ijara xizmati kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Akalarimiz yaxshi insonlar ekan. Qopga 120 tonna, yeshig'ida 100 tonna, 90 tonna mahsulot sig'adi. Quralar kirib chiqib, qatkani, lokatsiyalar ham juda qulay. Shaharning o'rtasida, bu yoqqa Shaptalizorlarga yaqin, Gulofzorlarga yaqin. Qo'qondagi shahardagilar bemalol xizmat ko'rsataverishadi. Kelaverasizlar hozir. Konteynerlar, ofislar, o'tirgan hamma narsa sharoitda yaxshi ekan. Bu 3-chi kameramiz. Bu yerdan o'chirib o'taverasizlar. Hop, xolodilnigimiz Navesteriya bitib, o'sha motorlarga fiyomni qo'yib yig'izoldik. Birinchi motorimiz, ikkinchisi, uchinchisi. Motorlar o'sha joyida, motorlarimiz joyida, ovozlar ham joyida. Hozir bu yer katta joy ekan. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Doim xizmatdamiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, umiddamiz. Ketgan vaqtingiz rozi bo'lasizlar. Omonat, rahmat.